Assalomu alaykum. Bizga boruvchi do'stlar, hamyurtlar, hamkasblar, hamma yaxshimi? Ishlar bilan charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Mana xudo xolasa biogomislarimizni tayyorlash ishlarini hali davom ettiryapmiz. Kimga mahsulot kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverishlaringiz mumkin. Xudo xolasa zakazlar qabul qilamiz. Mahsulot juda sifatli tayyorlaganmiz. A'lo darajada. Mahallaning ichiga dastlabki xizmatimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqarishlaringiz mumkin. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xuddi shu tasvirda ko'rib turgan plantatsiyada biogomis yetishtiramiz. Mana hozir ham ishlarimiz ketyapti. Mana xuddi shunday 30 kilogramdan qilib xaltaga solib tayyorlab boshlaganmiz. Ko'targanda oson bo'lsin degan umidda tayyorlab boryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin holatlarini. Shu zo'r holatda bo'lgan biogomislarimiz sotuvda mavjud. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Sifati a'lo bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Mahsulotda umuman yo'q. Bemalol zakazlar qabul qilamiz. Mana holatini tomosha qiling. Sevadi mahsulotni ko'rgan odam. 1 gram musor yo'q, tosh yo'q, tagigacha bir xil holatda bo'lgan biogomislarimiz tayyor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 33lik 343 0004. Ismim Sobir. Bemalol aloqaga chiqavering. Ko'rishlaringiz mumkin. Biogomis tomomi yo'q. Tasvirda ko'rib turganingiz biz xonadon bemalol kelaverishlaringiz mumkin. Mana pastki tomoni Boyzoqov, Akmal qo'shni, Karim Hoji aka, bu tomonim Ro'za aka Sherib. Bilmaganlar uchun, bilganlar meni juda yaxshi taniydi. Bemalol kelaverishlaringiz mumkin. Biogomisdan muammo yo'q.